Assalomu alaykum. Tuzumi? Chak, alhamdulillah, inshaalloh 99% rejadagi ishlarni amalga oshirib, yakunlab, tozalash vaqtiga ham keldik. Hamma joy bardak. Kuzatamiz. Tozalik vaqti. Musorlarni qaranglar, bir talay. Tozalik vaqti. Uborga tozalash vaqti. Tak, mana Xudo xolasa tozalab ham oldik inshaalloh. Hamda yo'llarni tozalab, yo'llarni ham tozalab, Xudo xolasa narsalarni tozalab saranjom qilishga harakat qildik. Hammomni ham yo'llarni mana shunday qilib o'raganmiz. Quvur qismi bor edi bu yerda. Mana ortib qolgan magnitli relsimiz bor edi. Shu yoqqa ishlatib yubordim Xudo xolasa. Xayrli bo'lsin inshaalloh. Bu yo'lak qismimiz. Yo'q, kirish, dahliz va yo'q yuqori qavatimiz dahlizi. Xudo xolasa va bu bizlarning instrumentlarimiz yoki asbob anjomlarimiz Xudo xolasa. O'rtoqlar, kuzatib boramiz inshaalloh. Xudo xolasa keyingi joyimiz obyekt hali olganim yo'q. Gaplashdim. Yer ko'radigan narx bo'lgani uchun obyekt hali olganim yo'q. Okaga aytib qo'yganman, hammom kollej bor edi. Bitirib ketgan joyimiz, Xudo xolasa o'sha yerga chaqirishyapti. O'sha yerda borib qilib beramiz 1-2 kundan keyin inshaalloh. Ularga ham hozir yozib qo'yaman. Xudo xolasa ungacha Allohning izni bilan qatta rizqimiz bo'lsa, inshaalloh rizqimiz Allohning qo'lida. Biz oddiy bir uni teruvchi bandamiz. Kuzatib boramiz. Assalomu alaykum. Like, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.